Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi yangiliklarimizni 5 nafar o'zbek Turkiyada 61 kilo oltin bilan qo'lga tushdi. Turkiyada juda qattiq zilzila bo'lib o'tdi. Qozog'istonda terrorchilikni rejalashtirilgan shaxslar hibsga olindi. Va yaxshi yangiliklarimiz O'zbekiston davlat so'mi mustahkamlashib, dollar va rubl tushishni boshladi. Turkiyaning Kapadokiya aeroportida o'tkazilgan operatsiya chog'ida xamir ajratgich va go'sht maydalagich ichida yashiringan 61 kg va 121 gram oltin topildi. Ushbu topilma yuzasidan 6 kishi qo'lga olingan. Ulardan 5 nafari O'zbekiston fuqarosi ekanligi aniqlangan. Kontrabanda va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari olingan ma'lumotlar asosida aeroportda tekshiruv o'tkazdi. Samolyotda kelgan 6 kishining chamadonlari skanerdan o'tkazilgan. Xamir aralashtirgich va go'sht maydalagichlar shubhali deb topilgan. Qurilmada 61 kg, 121 gram 24 karatli oltin bo'lgan. Oltinning bozor qiymati taxminan 350 million turk lirasi, 11 million dollar, so'mda esa 1 trillion 37 milliard so'm ekvivalentiga baholanmoqda. Turkiyada 6.1 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Epitsentr mamlakat g'arbidagi Balıkesir viloyatida bo'lib o'tdi. Istanbul, İzmir va boshqa bir qator viloyatlarda zilzila sezildi. Epitsentr yaqinidagi Sindiri shahrida bir nechta binolar qulab tushdi. Elektr va suv ta'minotida uzilishlar qayd etildi. Ko'p joylarda favqulodda xizmatlar ishlamoqda. Bunday zilzila avgust oyida ham bo'lib o'tgandi. Turkiya mamlakatida zilzila tez-tez bo'lib turibdi. Yer qimirlash payti liftdan foydalanmang va o'zingizni yo'qotmang. Bo'lib o'tgan yer qimirlashi tufayli 22 kishi jarohat olgan. Yaxshi tomoni halok bo'lganlar soni 0 ga teng. Turkiyadagi O'zbekiston fuqarolari ehtiyot bo'lishingizni so'raymiz. Qozog'istonda terrorchilik hujumini rejalashtirgan 5 nafar chet el fuqarosi hibsga olindi. Yil boshidan beri Qozog'istonda shunga o'xshash jinoyatlar uchun jami 89 kishi javobgarlikka tortilgan. Ogoh bo'ling, hech qanday terrorchilik organizatsiyalariga qo'shilib qolmang. Ogohlik davr talabi. O'zingizni ehtiyot qiling. O'zbekistonda rubl va dollar kursi tushdi. Markaziy bank valyutalarning so'mga nisbatan 29-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini ma'lum qildi. Dollar 12.400 so'm va 47 tiyin. Yevro 13.993 so'm 61 tiyin. Rubl esa 152 so'm va 22 tiyinga teng. Yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.